Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana navbatda ishimizni ham bugun tugatib oldik. Xo'p, bularimizni seriya qilganmiz. Oynalarni ham seriya kalyonli birli oyna qilganmiz, kuydirilgan. Xo'p, bularimizni razmerini aytadigan bo'lsak, eni 230, bo'ylari 230 bo'lgan. O'rtasidagi oynani splashnoy qilganmiz. Ikkala chekkaga ochilish qilganmiz. Xo'p, o'rtadagi romimizni eni 240, bo'ylari 230 bo'lgan. O'rtada ustunlarni ham har doimgidek altifol bilan o'rab o'tganmiz. Ustun ko'rinmasligi uchun, ishimiz chiroyli chiqishi uchun. Xo'p. O'rtadagi romda ikkala ko'zini ham ochib berganmiz, havo aylanishi uchun. Xo'p. Bu chekkadagi ko'zimiz 245 eni, bo'ylari 230 bo'lgan. Buni biz asha bir tomondan ochib qo'yganmiz. Xo'p. Chekkadagi ustunimizni ham altifol bilan o'raganmiz 5 choy qilib. Xo'p, bu chekkada eshigimiz bo'lgan. Eni 180, bo'yi 390 bo'lgan. Eshigimiz eni 155 bo'lgan. Eshigimizga balkon profildan qilib berganmiz. Tashavarmasligi uchun eshigimiz. Eshigimizga kalyonni oyna yasaganmiz, birli oyna. Tepadagi ko'zi ham shunaqa. Ichkariga podog'onlarni qo'yib berganmiz. Eshik ruchkalarini yaxshisidan qo'yib berganmiz. Xo'p, ichkaridan ko'rinishini bir qator tushuntirib o'taman. Ichkaridan ko'rinishlari. Eshigimiz. Xo'p, podog'onni qo'yib berganmiz. Bu yerga qirali seriya podog'onlik. Xo'p, romlarimiz ochilishini bir qator tushuntirib o'tamiz. Ochilib yopilishlari ham cho'tki xudo xolasa. Rom ruchkalarini yaxshisidan qo'yganmiz. Xo'p, ichkaridan ko'rinishi tashqari yorug'ligini xudo xolasa yaxshi. Endi bu romimizni aytadigan bo'lsak, uzunasiga 7 metr, bo'ylari 230. Eshigimiz asha 180 ga 390 bo'lgan. Общий kvadrati 23,5 chiqyapti. 1 kvadrat metri 930 ming so'mdan chiqyapti shunda. Oynalari seriya bo'lgan, birli oyna bo'lgan hisobiga jinda pullari ham qimmatroq bo'lishi mumkin. Lekin ishimiz ashunga yarasha. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Vodiy bo'ylab, Dastovga, Ustunovga hammasi bor. Obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa videomiz manfaatli chiqishi uchun.